Nima qilyapsanlar? Nima bo'lyapti? Ke Abdulhaq, ke, e'tibor berma. Bu qaysi ish ekan? Bu Surxondaryo viloyatiga qotgan high-tech uchastkamiz. Hozir bitib qoldi, o'shani topshiryapmiz. Necha sotuvga tushgan ekan? Bu 12 sotuvga tushgan. 12 sotuv. 2 sotuvdan 6 ta xonadon qildik. Pullari qanaqa ekan ko'rsak bo'ladimi? Qara. Podvol birinchi, ikkinchi, uchinchi etaj bo'lyapti. Birinchi etajimizga qarasang, mana bu yerdan kirib kelamiz, mashina kirib keladi. Bu yerda главный xod bo'lyapti, hol, ikkinchi etajga chiqib ketadigan joyimiz. Bu yerda kuxnya, bu yerda zal, orqasida kichkina hovlisi bor, spalni bor, o'zining ichida garderob, sanuzel bilan. Tak, ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, qara, ikkinchi etajga chiqdik, hol, 3 ta spalni bo'lyapti, bitta umumiy sanuzel, ikkinchi spalnining o'zini sanuzeli bor va bitta spalnining o'zining garderobi bor. 3-qavatida terrasasi bo'ladi va spalnilari bo'ladi. Mana terrasasi va ikkita spalni, buni kabinet qilish ham mumkin. Nima qilyapsanlar?